U meni o'pardi xuddi avvalgidek. Xuddi biz hali ham bir-birimizni telbalarcha sevadigandek. Lekin bu safar uning o'pichida zahar bor edi. Uning quchog'ida himoya emas, qafas bor edi. Men yo'q deb baqirmoqchi bo'ldim, lekin ovozim bo'g'zimga tiqildi. Chunki eshik qulflangan, derazalar panjarali, qarshimda esa men sevgan Ravshan emas, balki meni barbod qilishga tayyor yirtqich turardi. Bu mening hikoyam. Bu mening jahannamdagi bir kecham. Assalomu alaykum, aziz sirdoshlar. Bu hikoya haqiqiy voqealarga asoslangan. Agar siz ham hayotning kutilmagan burilishlari, taqiqlangan ehtiroslar va og'riqli haqiqatlarga qiziqsangiz, like bosishni va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Bu yerda faqat chin dildan aytilgan iqrorlar yangraydi. Tayyor bo'lsangiz, boshladik. Mening ismim Hilola. 1994 yilda tug'ilganman. Hayotim xuddi kinolardagidek boshlangandi. Ravshan. U mening ilk muhabbatim, dunyodagi eng yaqin insonim edi. 5 yil. Ozmuncha vaqt emas, to'g'rimi? Bu 5 yil ichida biz bir-birimizning nafasimizga aylangandik. Kollejda o'qib yurgan kezlarimiz. U men uchun tog' edi. Nima desam, muhayyo qilardi. Uning ko'zlarida men faqat o'zimni ko'rardim. U meni erkalardi, soatlar davomida qo'llarimni ushlab o'tirardi. Uning lablari mening lablarimga tekkanda butun dunyo to'xtab qolardi. Bu shunday beg'ubor, shunday kuchli sevgi ediki, men boshqa hech narsani o'ylamasdim. Bizning kelajagimiz birga bo'lishiga ishonchim komil edi. Sovchilar keldi. Men baxtdan 7-osmonda edim. Lekin hayotning o'z rejalari bor ekan. Ota-onam rozi bo'lishmadi. Sababi oddiy va achchiq edi, boylik. Ravshanning oilasi juda badavlat edi. Ularning talablari, orzulari bizning oddiygina turmushimizga to'g'ri kelmasdi. Dadam bizni erta tashlab ketgan, onam esa bozorda pirog sotib bizni boqardi. Biz teng emasmiz degan hukm o'qildi. Men sindim. Bir hafta tinmay yig'ladim. Ko'z yoshlarim daryo bo'ldi. Lekin taqdir bizni ayirib bo'lgandi. Ko'p o'tmay Ravshan boshqa qizga, o'ziga to'q oilaning qizi Nozimaga uylandi. Men uni baxtli deb eshitdim va o'zimni ovutdim. Bo'ldi, hammasi tugadi. Endi o'z hayotimni quraman dedim. Lekin yuragimning bir chekkasida hali ham uning ismi yozilgan edi. Vaqt o'tdi. Men tekstil fabrikasiga ishga kirdim. Hayotim bir maromda ketayotgandek edi. Lekin taqdirning hazilini qarangki, bu fabrika Ravshanning tog'asiga tegishli ekan. Biz uchrashib qoldik. Kutilmaganda, tasodifan. O'sha lahzada yuragim to'xtab qoldi. U o'zgargan edi, yanada kelishgan, yanada jiddiy. Lekin ko'zlari, o'sha ko'zlar menga hali ham avvalgidek qarardi. Men tan olaman, men uni hali ham sevardim. Uylangan bo'lsa ham, boshqasining eri bo'lsa ham, mening qalbimda uning o'rni bor edi. U meni ish tugagandan so'ng kassaga chaqirdi. Gaplashib olishimiz kerak dedi. Men sodda, hech narsadan xabarsiz xo'p dedim. Soat 18, oh-ohda ish tugadi. Hamma ketdi. Men kassaga bordim. U buxgalteriya xonasida o'tirardi. Biz biroz gaplashdik. O'tmishni esladik, kulishdik. Men o'zimni xuddi eski paytlardagidek his qildim. Lekin birdan u o'zgardi. U menga yaqinlashdi. Uning nafasi yuzimga urildi. Men uning ko'zlarida avvalgi mehrni emas, balki boshqacha bir olovni ko'rdim. Bu ehtiros edi, lekin aralash bir qorong'u istak ham bor edi. U meni o'pmoqchi bo'ldi. Men orqaga tisarildim. Ravshan aka, nima qilyapsiz? Siz uylangansiz, bu noto'g'ri dedim titrab. U quloq solmadi. Meni quchoqlamoqchi bo'ldi. Men qarshilik qildim, itardim. Ketishim kerak dedim va eshik tomon yurdim.
Tutqichni buradim, lekin eshik ochilmadi. Qulf edi. Tashqaridan qulflangan edi. O'sha lahzada men tushundim. Bu uchrashuv tasodif emasdi. Bu reja edi. Bu qopqon edi. Men qafasda edim. Yolg'iz, himoyasiz. Qarshimda esa men bir paytlar jonimdan ortiq sevgan, hozir esa meni o'ljadek ko'rayotgan inson turardi. Men yalinishga tushdim. Ravshan aka, iltimos, oching eshikni. Meni qo'yib yuboring. Biz bunday qilmasligimiz kerak, deb yig'ladim. U mening gaplarimni eshitmasdi. U mening qo'rquvimdan lazzatlanayotgandek edi. Foydasi yo'q, Hilola. Bugun sen menikisan, dedi u va meni mahkam bag'riga bosdi. Men baqirdim, dod soldim. Lekin fabrika bo'm-bo'sh edi. Hech kim ovozimni eshitmasdi. Mening qarshiligim uni yanada qizdirardi. U meni o'pa boshladi. Qo'pol, vahshiyona o'pichlar. Men uni tishladim, tirnadim. Lekin u kuchliroq edi. Keyin kiyimlarimni yirta boshladi. Kiyimlarimning yirtilgan ovozi mening nomusimning yirtilayotgan ovozdek qulog'imda jarangladi. Va shu payt eng dahshatlisi sodir bo'ldi. Mening tanam, mening xoin tanam unga javob bera boshladi. 5 yillik sog'inch, bostirilgan his-tuyg'ular va o'sha paytdagi adrenalin, bularning bari aralashib ketdi. Men o'zimdan nafratlanardim, lekin ayni paytda bu vahshiy ehtirosga taslim bo'layotgandim. U meni... Ha, men buni aytishim kerak. U meni zo'rladi. Lekin bu jarayonning o'rtasida men qarshilik qilishni to'xtatdim. Tanamdagi og'riq lazzat bilan aralashib ketdi. Bu shunday g'alati, shunday sharmandali va shunday kuchli tuyg'u ediki, men o'zimni yo'qotib qo'ydim. Men ingray boshladim. Men ham buni xohlayotgandim. Bu kecha men uchun jahannamning o'zi bo'ldi. U mendan borini oldi. Men bokira edim. U buni bilgach yanada vaqtiylashdi. Og'riqdan dodlab yubordim. Qon mening bokiraligimning qoni oqdi. Men yig'lardim, to'xtang, og'riyapti deb yolvorardim. Lekin u to'xtamadi. U rahm qilmadi. U meni bir buyumdek, o'z mulkidek ishlatdi. Mening ko'z yoshlarim uning uchun hech narsa emasdi. Keyin u meni xo'rlashda davom etdi. Turli xil yo'llar bilan. Men bu haqda batafsil gapirishga tilim bormaydi. Faqat shuni aytamanki, u mening insoniy g'ururimni, ayollik sha'nimni oyoq osti qildi. Men o'zimdan jirkanib ketdim. Men qusdim, yig'ladim, lekin u baribir o'z bilganidan qolmadi. Eng dahshatlisi oxirida bo'ldi. U o'z ishini bitirgach, xuddi bir iflos lattani uloqtirgandek meni bir chetga itarib yubordi. U kiyindi. Menga bir og'iz ham gapirmadi. Na uzr, na afsus. Faqat ketar chog'ida yuzimga tarsaki tushirdi va endi ketaver, dedi sovuqqonlik bilan. Eshikni ochdi va chiqib ketdi. Men o'sha yerda, polda, yirtiq kiyimlarda, qon va ko'z yoshlar ichida qoldim. Ertalabgacha yig'ladim. O'zimni o'ldirgim keldi. Bu sharmandalik bilan qanday yashayman? Ertasiga uyga bordim. Onamning ko'zlaridagi qo'rquvni ko'rib battar ezildim. Biz militsiyaga bordik. Ariza yozdik. Sud bo'ldi. Ravshanga hukm o'qildi. Zo'rlash va odam o'g'irlash uchun jami 6 yil qamoq jazosi. Men adolat qaror topdi deb o'yladim. Bir oz bo'lsa ham yengil tortdim. Lekin bu dunyo adolatsiz ekan. Boylik va tanish-bilish hamma narsani hal qilar ekan. Ravshan qamoqda 1 oy ham o'tirmadi. Otasi, o'sha boy va nufuzli otasi, uni pullari bilan sotib oldi. U ozodlikka chiqdi. Men esa barbud bo'lgan hayotim bilan qoldim. Singan taqdirim, oyoq osti qilingan nomusim va o'sha mash'um kechaning dahshatli xotiralari bilan yolg'iz qoldim. Ravshan o'z hayotini yashayapti, boylik va farovonlikda.
Men esa har tunda o'sha kabusni qayta ko'raman. Bu mening hikoyam edi. Eshitganingiz uchun rahmat. Balki mening bu iqrorim kimgadir saboq bo'lar. Boylikka uchmang, soxta sevgiga aldanmang. Va eng muhimi, hech qachon birovning qo'lida o'yinchoq bo'lmang.